Barchangizga xayrli kech. Hurmatli obunachilar, bu obyektimizni 2 hafta burun topshirib ketgan edik. Endi kuxnyasi qarinadi, suva bo'lgandan keyin kelamiz deb ketgan edik. Mana bu gips ishlagan ishimiz sal kecha qolib qurdi. Hozir yana xudo xolasa polni 100% qurdi. Endi xudo xolasa shukur stiklar yana повторно ishlanadi. Shukur idealni yamin gladkiya deb stiklar ishlab emulsiya sepamizdan göremiz. Может bambuk svet emulsiya sepib turib üstünden jemchug sepishimiz mumkin. Keyin bu gullarini sal bir nima desam bo'ladi, fioletovymi, rozoviymi, sal yarki rozovий etib gullari sal jemchugga kolorovat qilib sal bir yalatib chiqamiz morskoy gubkada. O'zingiz ko'rib baho berasizlar, nechta atmosfera berib turibdi. Polni rasm tutsam bo'ladi bu yerda. Billarim alib buralarda qilma, billarim kamisi ishlari bor. Fotoni ildirib berish kerak girdarak. O'rgimchak joyini topdi lekin. Человек паук. Yana lyustralarni kombinatsiya qilib saylangan, yana dim chiroyli turibdi. Galayelar ham qo'yilgan. Trafaret tashab ishab beramiz, biramkalarda qo'ymadik. Bu yana to'maloq trafaret ishladik. Bu yerda tovus. O'ylaymanki, tovus ko'rinib turibdi. Kim shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomer qoldiraman. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Kanalda yangi bo'lganlar rahmat hammaga.